Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga shunday bir muhim mavzu haqida gapirib bermoqchimanki, bu har biringizga taalluqli. Agar siz hozir aytadiganlarimni bilmasangiz va ularga amal qilmasangiz, siz o'zingizning qo'shimcha to'lovlaringizdan, nafaqalaringizdan yoki ustama haqlaringizdan butunlay mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu juda jiddiy masala. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Hozirgi lahzada kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odam bilishi kerak. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini va hozir nima o'zgarganini tushuntiray. Avvallari ko'plab ijtimoiy to'lovlar va nafaqalar, xususan pensiyalar, bolalar nafaqalari, nogironlik nafaqalari va kam ta'minlangan oilalarga ko'rsatiladigan moddiy yordamlar ancha soddalashtirilgan tizim asosida berilardi. Ko'pincha siz bir marta ariza topshirardingiz, kerakli hujjatlarni taqdim etardingiz va agar siz shartlarga mos kelsangiz, to'lovlarni muntazam ravishda olib turardingiz. Ma'lumotlarning yangilanishi kamdan kam holatlarda yoki faqatgina rasmiy so'rovlar asosida amalga oshirilardi. Misol uchun, yillar davomida bir xil manzilga keladigan pensiya haqidagi xabarlar yoki har 3 yilda bir marta tibbiy ko'rikdan o'tish zarurati bundan mustasno edi. Umuman olganda, tizim ancha inson omiliga asoslangan edi va ba'zi hollarda bu shaffoflikning yo'qligi yoki ma'lumotlarning kechikishi kabi muammolarni keltirib chiqarardi. Ba'zi fuqarolar o'zlariga tegishli bo'lmagan imtiyozlardan ham foydalanishga harakat qilishgan. Chunki ularning ma'lumotlarini tekshirish qiyin edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini raqamlashtirish va shaffofligini oshirish maqsadida juda muhim islohotlarni amalga oshirdi. Endi deyarli barcha ijtimoiy to'lovlar va nafaqalarni olish uchun yagona ijtimoiy himoya reyestri kabi maxsus raqamli tizimlar joriy etildi. Bu nimani anglatadi? Bu degani, sizning barcha ma'lumotlaringiz, jumladan shaxsiy ma'lumotlaringiz, oilaviy ahvolingiz, daromadlaringiz, mulkingiz va boshqalar ushbu raqamli tizimda aks ettirilishi shart. Eng muhimi, bu ma'lumotlar muntazam ravishda yangilanib turilishi kerak. Agar sizning ma'lumotlaringiz ushbu reyestrda mavjud bo'lmasa, to'g'ri aks etmagan bo'lsa yoki eskirgan bo'lsa, sizning to'lovlar to'g'risidagi arizangiz avtomatik ravishda rad etiladi yoki mavjud to'lovlaringiz to'xtatiladi. Bu ular aslida sizning shaxsiy ma'lumotlaringizning raqamli tizimdagi to'g'riligi va dolzarbligini ta'minlashdir. Bu juda muhim o'zgarish, chunki endi sizning faolligingiz va ma'lumotlaringizni o'z vaqtida yangilab turishingiz zarur. Aks holda, yuqorida aytganimdek, qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lishingiz muqarrar. Bu tizim boshqa davlat idoralari, masalan, Soliq qo'mitasi, Kadastr agentligi, Ichki ishlar vazirligi, banklar va fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish FHDO organlari bilan ham uzviy bog'langan. Shu sababli ma'lumotlarning shaffofligi va aniqligi yuqori darajada ta'minlanadi. Ushbu raqamlashtirish jarayoni va yangi tizimning joriy etilishi kimga ta'sir qiladi va nimalarni bilishimiz kerak? Keling, buni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, bu deyarli barcha ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam oluvchilarga taalluqli. Bu nafaqat yangi ariza topshirmoqchi bo'lganlarni, balki allaqachon to'lov olib turganlarni ham qamrab oladi. Endi sizning ma'lumotlaringiz muntazam ravishda tekshiriladi va agar biror noaniqlik aniqlansa, to'lovlar to'xtatiladi. Shuni ham unutmaslik kerakki, yagona reyestr nafaqat nafaqa berishni, balki nafaqaning haqqoniyligini ham monitoring qilishni o'z ichiga oladi. Kimlar ayniqsa xavotirga tushishi kerak? 1. Oilaviy ahvoli o'zgargan fuqarolar. Agar siz turmush qurgan bo'lsangiz, ajrashgan bo'lsangiz, farzandli bo'lgan bo'lsangiz yoki oila a'zolaringizning soni o'zgargan bo'lsa, sizning ma'lumotlaringizni yangilashingiz shart. Misol bitim yolg'iz ona tasavvur qiling. Bir ayol yolg'iz ona sifatida bolalar nafaqasi olib turardi. U qayta turmush qurdi, ammo bu ma'lumotni hech qayerga xabar qilmadi, faqat nikoh guvohnomasi oldi. Yangi tizim avtomatik ravishda uning oilaviy ahvoli o'zgarganini FHDO ma'lumotlari orqali aniqlashi mumkin. Natijada u endi yolg'iz ona maqomiga mos kelmasligi sababli nafaqa to'lovlari to'xtatiladi. Eng yomon holatda noto'g'ri olingan mablag'larni qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, agar u 6 oy davomida 2 million so'mdan nafaqa olgan bo'lsa, u jami 7 million so'm pulni qaytarish kerak bo'ladi. Astarish, misol 2, yangi tug'ilgan chaqaloq. Oilada yangi chaqaloq tug'ildi. Ota-onalar tug'ilish guvohnomasini olishdi, lekin bu ma'lumotni ijtimoiy himoya tizimiga to'g'ridan-to'g'ri yangilashni unutishdi. Natijada ular yangi tug'ilgan farzand uchun belgilangan qo'shimcha
nafaqa yoki bir martalik to'lovlardan mahrum bo'lishadi. Chunki tizimda ularning oilasida hali ham eski bola soni ko'rsatilgan bo'ladi. Ikki, astronomik daromadi o'zgargan shaxslar. Agar sizning rasmiy daromadingizda sezilarli o'zgarishlar bo'lsa, masalan, yangi ishga kirdingiz, ishingizdan bo'shatildingiz, qo'shimcha daromad manbalari paydo bo'ldi. Masalan, ijara daromadi. Yuridik shaxs bo'lmasdan tadbirkorlik faoliyati. Bu haqda xabar berishingiz kerak. Yagona reyestr tizimi sizning bank hisob varaqlaringizdagi harakatlar, soliq organlaridagi ma'lumotlar va boshqa davlat idoralari ma'lumotlari bilan avtomatik ravishda integratsiyalashgan. Misol uchun, kam ta'minlangan oila daromadi. Bir shaxs kam ta'minlangan oila sifatida moddiy yordam olardi. Chunki uning rasmiy daromadi minimal edi. Masalan, oyiga 1 million so'm atrofida. Biroq u yashirincha qandaydir ish bilan shug'ullanib, bank hisob varag'iga har oy qo'shimcha 5-6 million so'm pul o'tkazib turardi. Ilgari buni aniqlash qiyin edi. Hozir esa agar uning daromadi bankdagi tushumlar ham hisobga olinib, belgilangan kam ta'minlanganlik chegarasidan oshgan bo'lsa, tizim buni avtomatik aniqlaydi va moddiy yordam to'lovlari to'xtatiladi. Masalan, agar oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan daromad 1 million 500 ming so'mdan oshgan bo'lsa, oila kam ta'minlangan deb hisoblanmaydi. Misol 4, pensionerning qo'shimcha daromadi. Bir pensioner pensiyasiga qo'shimcha ravishda rasman o'zini yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tkazib, kichik biznesdan daromad ola boshladi. Masalan, tikuvchilik, usta xizmati. Agar bu daromad uni kam ta'minlangan ro'yxatidan chiqarishga yetarli bo'lsa, masalan, uning umumiy daromadi oyiga 3 million so'mga yetib qolgan bo'lsa, uning ba'zi qo'shimcha to'lovlari, masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar bekor qilinishi mumkin. 3. Asl yashash joyi yoki mulk holati o'zgarganlar. Agar sizning yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa yoki mulk holatingizda o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa, masalan, yangi uy-joy sotib oldingiz, mashina oldingiz yoki aksincha borni sotdingiz. Bu ma'lumotlarni ham yangilashingiz zarur. Misol, bir subsidiyalar va uy-joy. Qishloqda yashovchi bir oila kam ta'minlangan sifatida gaz va elektr energiyasi uchun subsidiyalar olardi. Keyinchalik oila boshlig'i shahardan 500 million so'mga katta uy sotib oldi va u yerga ko'chib o'tdi. Ammo bu ma'lumotni reyestrga kiritmadi. Tizim kadastr agentligi ma'lumotlari orqali mulk egaligi o'zgarishi va Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlari orqali propiska o'zgarishi buni aniqlaydi. Natijada uning subsidiyalari bekor qilinadi va hatto noto'g'ri olingan mablag'larni, masalan, bir yil davomida har oy 1 ming so'mdan jami 40 million so'm qaytarish talab qilinishi mumkin. Misol 6. Nogironligi bo'lgan shaxsning manzili. Nogironligi bo'lgan shaxsga davlat tomonidan ma'lum imtiyozlar, masalan, jamoat transportida bepul yurish yoki dori-darmon uchun ustama berilardi. Uning yashash joyi boshqa viloyatga o'zgardi. Ammo u o'z ma'lumotlarini yangilamadi. Endi unga ajratilgan imtiyozlar avtomatik ravishda eskirgan manzilda qolib, yangi yashash joyida ulardan foydalana olmasligi yoki umuman bekor bo'lishi mumkin. 4. Boshqa turdagi ma'lumotlarning o'zgarishi, ba'zi nafaqalar yoki qo'shimcha to'lovlar ma'lum bir kasbga, sog'liq holatiga yoki boshqa maxsus shartlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar bu shartlarda o'zgarishlar ro'y bersa, masalan, nogironlik guruhi o'zgarsa yoki ilgari berilgan biron bir malaka darajasi o'zgarsa, bu haqda ham xabar berish muhim. Misol, 7. Nogironlik guruhining o'zgarishi. Bir fuqaro og'ir kasalligi tufayli I guruh nogironligi nafaqasi olardi. Masalan, oyiga 2-5 million so'm. Uning salomatligi yaxshilandi va tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMK tomonidan uning nogironlik guruhi I guruhga yengillashtirildi. Guruh uchun nafaqa miqdori 2 million so'm. Agar u bu ma'lumotni reyestrga kiritmasa, u hali ham eski yuqori nafaqa miqdorini olishda davom etadi. Bu kelajakda davlat tomonidan ortiqcha to'langan mablag'larni oyiga 300 ming so'm qaytarish talabi bilan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Kimlar ayniqsa xavotirga tushmasligi kerak. Aslida xavotirga tushmasligi kerak degan toifaga kiruvchilar juda kam. Chunki yuqorida aytilgan o'zgarishlar deyarli barcha ijtimoiy to'lov oluvchilarga tegishli. Lekin shunday holatlar borki, bu o'zgarishlar ularga bevosita ta'sir qilmaydi. Hech qanday ijtimoiy to'lov yoki nafaqa olmaydiganlar. Agar siz hozirda davlatdan hech qanday qo'shimcha to'lov, nafaqa yoki moddiy yordam olmasangiz, shubhasiz bu o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qilmaydi. Ammo agar kelajakda biror narsa olishni rejalashtirsangiz, yuqoridagi qoidalarni bilishingiz shart. 2.
ma'lumotlari avtomatik yangilanadiganlar kamdan kam hollarda. Aslida ba'zi ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanishi mumkin. Masalan, tug'ilganlik haqidagi ma'lumotlar, EHDYO organlaridan, ayrim soliq ma'lumotlari yoki o'lim holatlari. Lekin bunga butunlay ishonib qolmaslik kerak. Har doim o'z ma'lumotlaringizni shaxsan tekshirib turish tavsiya etiladi. Misol uchun, bir pensioner fuqaro pensiya to'lovlarini olardi. U o'zining pasport ma'lumotlari yoki yashash joyi haqidagi ma'lumotlarni o'zgartirmagan bo'lsa, uning ma'lumotlari ko'p hollarda dolzarbligini saqlab qoladi. Biroq agar uning bank hisobi o'zgarsa, bu ma'lumotni o'zi yangilashi shart. Shuncha ta'kidlash kerakki, bu tizimning asosiy maqsadi adolatni ta'minlash va to'lovlarni haqiqatan ham muhtoj bo'lganlarga yo'naltirishdir. Shu bilan birga davlat mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlash ham ko'zda tutilgan. Shuning uchun bu o'zgarishlarga jiddiy yondashish va o'z ma'lumotlaringizning doimo dolzarbligini nazorat qilib borish juda muhimdir. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu yangi raqamli ijtimoiy himoya tizimida ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan nozik jihatlar va kutilmagan muammolar bo'lishi mumkin. Keling, bularni batafsil ko'rib chiqaylik. Asrish istisnolar va nozik jihatlar. Asrish vaqtinchalik istisnolar. Ba'zan ma'lum bir muddatga, masalan, tabiiy ofatlar, suv toshqini, zilzila yoki boshqa favqulodda vaziyatlar yuz berganda, hukumat ma'lum bir hududdagi fuqarolar uchun ma'lumotlarni yangilashga doir talablarni vaqtincha yumshatishi mumkin. Masalan, 2020 yilgi Sardoba suv omboridagi hodisadan so'ng jabrlangan hududlardagi fuqarolar uchun davlat tomonidan bir qator yengilliklar va alohida tartiblar joriy etilgan edi. Ammo bu doimiy holat emas va bunday istisnolar faqat maxsus qarorlar bilan belgilanadi. Shuning uchun menga ta'sir qilmaydi deb o'ylash xato bo'ladi. Har qanday holatda ham baribir tez orada ma'lumotlarni yangilash talab qilinadi. Ma'lumotlar almashinuv kechikishi, garchi tizim integratsiyalashgan bo'lsa-da, barcha davlat organlari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi har doim ham bir zumda sodir bo'lmasligi mumkin. Misol uchun, siz yashash joyingizni o'zgartirdingiz va pasport stoliga xabar berdingiz. Lekin bu ma'lumotning yagona ijtimoiy himoya reyestriga yetib borishi bir necha kun yoki hatto hafta olishi mumkin. Bu davrda sizning ma'lumotlaringiz eski deb hisoblanishi va to'lovlar to'xtatib turilishi mumkin. Bunday hollarda o'zgarishlarni shaxsan tasdiqlash uchun murojaat qilish eng yaxshi yechimdir. Asrish tizim xatolari. Har qanday yangi raqamli tizimda dastlabki bosqichlarda texnik nosozliklar, xatolar yoki ma'lumotlarning noto'g'ri aks etish holatlari bo'lishi mumkin. Masalan, sizning daromadingiz noto'g'ri hisoblangan bo'lishi yoki sizga tegishli bo'lmagan mulk sizning nomingizga rasmiylashtirilganligi haqida ma'lumot paydo bo'lishi mumkin. Bir misol, fuqaro A ishsiz, hech qanday daromadga ega emas. Lekin tizimda uning nomida avtomobil yoki uy borligi haqida noto'g'ri ma'lumot aks etgan. Bu uning kam ta'minlanganlik statusidan chiqishiga olib keladi. Bunday hollarda shikoyat qilish va to'g'rilash choralarini ko'rish zarur. Buning uchun sizda barcha tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi kerak. Kutilmagan muammolar, pitfalls, raqamli savodsizlik va internetga kirish imkoniyatining yo'qligi, qishloq joylarda yoki yoshi katta fuqarolar orasida internetdan foydalanish, davlat xizmatlari portallari bilan ishlash bo'yicha ko'nikmalarning yetishmasligi katta muammo tug'dirishi mumkin. Ular o'z ma'lumotlarini qanday yangilashni bilmasliklari yoki umuman internetga kira olmasliklari mumkin. Misol uchun, 7 yoshli bebe hech qachon kompyuter ishlatmagan, smartfondan faqat qo'ng'iroq qilish uchun foydalanadi. Uning yashash joyi o'zgardi. Ammo u MyToyGov.uz orqali ma'lumotini yangilay olmaydi. Natijada uning nafaqasi to'xtatib qo'yilishi juda oson. Davlat xizmatlari markazlari yoki mahalliy hokimiyat organlari bu masalada yordam berishlari kerak. Ammo bu haqda odamlar o'zlari bilishlari shart. Asrish ma'lumotlarning tarqalishidan qo'rqish. Ba'zi fuqarolar, ayniqsa, shaxsiy ma'lumotlarning bitta katta raqamli tizimda to'planishidan xavotirlanishadi. Ular ma'lumotlarning xavfsizligi yoki uchinchi shaxslarga tarqalishidan qo'rqib, ularni yangilashga shoshilmasliklari mumkin. Bu esa ularni o'z nafaqalaridan mahrum etadi. Davlat organlari ma'lumotlarning xavfsizligi va maxfiyligi kafolatlanganligini tushuntirishlari juda muhim. Shaxsiy ma'lumotlar maxfiyligi qonun bilan himoyalanganligini eslatib o'tish kerak. Xabardorlikning pastligi eng katta muammolardan biri bu fuqarolarning yangi talablar haqida yetarli darajada xabardor emasligi. Ular yangi tizim joriy etilganini, ma'lumotlarni muntazam yangilash kerakligini bilmasliklari mumkin.
misol uchun bir nechta oilalar bolalar nafaqasi olish uchun belgilangan daromad chegarasidan oshib ketganini bilmasdan oldingidek to'lovlarni olib turishgan. Yangi tizim ularning daromadlarini avtomatik tekshirib, to'lovlarni to'xtatadi. Fuqarolar esa sababini tushunmay hayron qolishadi. Ularga hech qanday xabar kelmadi. Ular o'zgarishlardan bexabar qoldilar. Qog'ozbop mentalitet. Ko'pchilik hali ham faqat qog'oz hujjatlarga ishonadi va raqamli hujjatlarni yoki raqamli tizimga kiritilgan ma'lumotlarni jiddiy qabul qilmaydi. Ular men qog'ozda hamma narsani taqdim etganman deb o'ylashlari mumkin. Ammo raqamli tizimda bu ma'lumotlar yo'q bo'lishi mumkin. Misol uchun 20 yillik tajribaga ega o'qituvchi uning pensiya uchun hisoblangan stajida 1 yillik ma'lumotlar raqamli bazaga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Agar u eski qog'oz arxiv hujjatini o'zi taqdim etmasa, uning pensiya miqdori kamayishi mumkin. 5 as bank hisobvaraqlari bilan bog'liq muammolar ba'zi nafaqalar plastik kartalarga yoki bank hisobvaraqlariga o'tkaziladi. Agar fuqaroning bank kartasi muddati o'tgan bo'lsa, hisobvarag'i bloklangan bo'lsa yoki umuman bank rekvizitlari o'zgargan bo'lsa, ammo bu haqda yagona reyestrga xabar berilmagan bo'lsa, to'lovlar amalga oshmaydi. Bu esa nafaqani yo'qotish holatiga olib kelishi mumkin. Masalan, bir fuqaro X bankining kartasiga nafaqa olardi. Bank o'z faoliyatini to'xtatgan yoki qayta tashkil etilgan. Fuqaro yangi bankdan karta ochdi. Lekin bu ma'lumotni o'zi yangilamadi. Natijada uning nafaqasi eskirgan hisob raqamiga o'tkazilmaydi va u puldan foydalana olmaydi. Bu muammolarning oldini olish uchun har bir fuqaro o'ta hushyor bo'lishi va o'z ma'lumotlariga e'tiborli bo'lishi lozim. 0. Davlat tomonidan ajratilayotgan moddiy yordam va nafaqalar haqiqatan ham muhtojlarga yetib borishi uchun bu tizim juda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir fuqaroning bu jarayonda faol ishtiroki tizimning samaradorligini oshiradi. Endi aziz tomoshabinlar, eng muhim qismga o'tamiz. Bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Qo'shimcha to'lovlaringizni yo'qotmaslik uchun qanday aniq qadamlar tashlashingiz lozim? Men sizga bosqichma-bosqich yo'riqnoma beraman. Birinchi qadam, o'zingizning yagona ijtimoiy himoya reyestridagi holatingizni tekshiring. Qayerga borish kerak, nima qilish kerak eng birinchi navbatda? Siz davlat xizmatlari markazlariga DX murojaat qilishingiz yoki agar internetdan foydalana olsangiz, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyBigOps orqali shaxsiy kabinetingizga kirib, o'zingizning reyestrdagi ma'lumotlaringizni tekshirishingiz kerak. MyBigOps portaliga kirish uchun elektron raqamli imzo kerak bo'ladi. Agar sizda bo'lmasa, uni DXM orqali olishingiz mumkin. Nimalarni tekshirish kerak? Pasport ma'lumotlaringiz, tug'ilgan sana, pasport seriyasi va raqami, yashash manzilingiz, oilaviy ahvolingiz, turmush qurgan, ajrashgan beva farzandlaringiz haqidagi ma'lumotlar, tug'ilgan sana, jinsi, daromadingiz, rasmiy ish joyi, pensiya, boshqa nafaqalar, mol mulkingiz, uy joy, avtomobil to'g'ri aks etganiga ishonch hosil qiling. Ayniqsa bank rekvizitlari, plastik kartangiz yoki hisob varag'ingiz ma'lumotlari dolzarbligini tekshirish juda muhim. Agar bu ma'lumotlar to'g'ri bo'lmasa, to'lovlar sizga yetib bormasligi mumkin. Agar sizda internet bo'lmasa yoki foydalanish qiyin bo'lsa, DXMga shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasportingiz bilan boring. U yerdagi mutaxassislar sizga reyestrdagi ma'lumotlaringizni ko'rsatib, tushuntirishga yordam berishadi. Bu xizmat bepuldir. Sizning ma'lumotlaringizni to'g'rilash yoki yangilash uchun ular kerakli yordamni ko'rsatishlari shart. Ikkinchi qadam, har qanday o'zgarishlarni darhol xabar qiling va yangilang. Qanday o'zgarishlar va qanday harakat qilish kerak? Oilaviy ahvolingiz o'zgarganda, turmush qurdingizmi, ajrashdingizmi, bolangiz tug'ildimi? Yoki oila a'zosi vafot etdimi? Darhol bu haqda FSHD organlari orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri DXMga borib xabar bering. Masalan, yangi turmush qurgan bo'lsangiz, nikoh guvohnomasini olganingizdan so'ng reyestrga ma'lumot kiritishingiz kerak. Bu ma'lumotlar FSHD organlaridan avtomatik ravishda uzatilsa-da, shaxsiy nazorat har doim afzal. Yashash joyingiz o'zgarganda, yangi manzilga ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng propiska bu ma'lumot avtomatik yangilanishini kutmasdan DXMga murojaat qiling va ma'lumotlarning reyestrda to'g'ri aks etishini tekshiring. Ba'zi hollarda avtomatik integratsiyada kechikishlar bo'lishi mumkin. Daromadingiz o'zgarganda, agar sizning rasmiy ish joyingiz o'zgargan bo'lsa, daromadingiz sezilarli darajada ko'paygan yoki kamaygan bo'lsa, yangi ishga kirgan bo'lsangiz, bu haqda soliq idoralariga ma'lumot berishingiz bilan birga
Reyestrda ham buni aks ettirish uchun DXMga murojaat qiling. Ayniqsa, agar daromad manbalaringiz norasmiy bo'lsa va ular bank hisob varaqlarida aks etsa, buni hisobga olishlari mumkinligini unutmang. Bu holatda sizning kam ta'minlangan statusingiz o'zgarishi mumkin. Aslida mulk holatingiz o'zgarganda, agar uy, yer, avtomobil sotib olgan yoki sotgan bo'lsangiz, kadastr agentligi yoki EIV yo'l harakati xavfsizligi xizmati ma'lumotlari reyestrga uzatiladi. Lekin shunga qaramay, DXMga borib, ma'lumotlarning to'g'ri aks etganiga ishonch hosil qiling. Har qanday xarid yoki sotuvdan keyin 10 kun ichida tegishli organlarga xabar berish tavsiya etiladi. Bank rekvizitlari o'zgarganda, bank kartangizning muddati tugagan bo'lsa, yangisini olgan bo'lsangiz yoki umuman boshqa bankka hisob varaq ochgan bo'lsangiz, bu ma'lumotni darhol reyestrga kiriting. Aks holda to'lovlar noto'g'ri hisobga tushmasligi yoki umuman amalga oshmay qolishi mumkin. Buning uchun siz bankdan rekvizitlar haqida ma'lumotnoma olib, DXMga taqdim etishingiz kerak. Nogironlik guruhi o'zgarganda, TAMEK tomonidan berilgan yangi xulosani darhol DXMga taqdim etib, reyestrdagi ma'lumotni yangilating. Bu sizning nafaqa miqdoringiz to'liq hisoblanishi uchun juda muhim. O'chish 3-qadam. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Har qanday ma'lumotni yangilashda sizdan tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bularga quyidagilar kiradi: pasport o'zingizniki va oila a'zolaringizniki, nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, tug'ilish guvohnomasi farzandlar uchun, o'lim haqida guvohnoma agar oila a'zosi vafot etgan bo'lsa, yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma, propiska o'zgarganda yoki uy daftaridan ko'chirma, ish joyidan ma'lumotnoma, daromad haqida ma'lumotnoma, ish joyi daromad o'zgarganda, so'nggi 2 oylik daromad haqida ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Kadastr hujjatlari mulk o'zgarganda, masalan, uy joyga egalik huquqini tasdiqlovchi order yoki kadastr pasporti, bank hisob varag'i yoki plastik karta rekvizitlari haqida bankdan ma'lumotnoma, TMI xulosasi, nogironlik guruhi o'zgarganda va tibbiy ma'lumotnomalar, boshqa tegishli tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, yuridik shaxs bo'lmasdan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilar uchun guvohnoma. Bu hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini ham o'zingiz bilan olib borish tavsiya etiladi. Ba'zi hollarda elektron nusxalar ham yetarli bo'lishi mumkin, ammo ishonchliroq bo'lish uchun qog'oz nusxalarni ham olib yuring. 4-qadam shikoyat va murojaatlar tartibi. Agar sizning ma'lumotlaringiz noto'g'ri aks etgan bo'lsa yoki sizga asossiz ravishda to'lovlar to'xtatilgan bo'lsa, siz quyidagicha harakat qilishingiz mumkin. DXMga yozma murojaat. Birinchi navbatda davlat xizmatlari markazlariga yozma ariza bilan murojaat qiling. Vaziyatingizni batafsil bayon eting va barcha tasdiqlovchi hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Ariza nusxasida DXMning kirish muhri va sanasi olishni unutmang. Bu sizning murojaatingizni tasdiqlovchi hujjat bo'lib xizmat qiladi. Xalq qabulxonalari agar DXM murojaatingizni hal etmasa yoki sizni qoniqtirmaydigan javob bersa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalariga murojaat qilishingiz mumkin. Ular har bir fuqaroning muammosini ko'rib chiqishga majbur va bunday masalalar bo'yicha samarali yordam bera oladi. Vazirliklar va idoralarga murojaat. Ijtimoiy himoya agentligi, Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi kabi tegishli vazirliklar va idoralarga ham murojaat yo'llashingiz mumkin. Bu murojaatlarni my.gov uz orqali elektron shaklda yoki pochta orqali yuborish mumkin. Elektron murojaat yuborishda murojaat raqamini saqlab qoling. Qonuniy yordam. Agar barcha choralar samarasiz bo'lsa va sizning haqlaringiz buzilganiga ishonchingiz komil bo'lsa, yuridik maslahatchi yoki advokat bilan bog'lanib huquqiy yordam olishingiz mumkin. Ular sizning nomingizdan sudga da'vo arizasi kiritishda yordam berishlari mumkin. Bu tavsiyalarga amal qilish sizning qo'shimcha to'lovlaringizni saqlab qolish uchun juda muhimdir. Yangi tizimdan qo'rqmaslik kerak, balki undan to'g'ri foydalanishni o'rganish lozim. Axir barcha islohotlar xalq manfaatini ko'zlab amalga oshirilmoqda va aynan muhtojlarga yordamni tizimlashtirishga qaratilgan. Har bir fuqaroning bu jarayonda faol ishtiroki tizimning samaradorligini oshiradi. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda ijtimoiy to'lovlar va nafaqalar tizimi raqamlashtirilmoqda va bu har bir fuqarodan o'z ma'lumotlariga e'tiborli bo'lishni talab qiladi. Yagona ijtimoiy himoya reyestri kabi tizimlarda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, oilaviy ahvolingiz, daromadlaringiz va mulkingiz haqidagi ma'lumotlarning dolzarb va to'g'ri bo'lishi shart. Agar bu ma'lumotlar eskirsa yoki noto'g'ri bo'lsa,
siz o'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun muntazam ravishda davlat xizmatlari markazlari orqali yoki my.gov.uz portali orqali o'z ma'lumotlaringizni tekshirib boring va har qanday o'zgarishlarni o'z vaqtida xabar qiling. Bu sizning moddiy ahvolingiz uchun juda muhimdir. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Ushbu mavzu bo'yicha savollaringiz, tajribalaringiz yoki fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar sizda shu kabi vaziyat yuz bergan bo'lsa, qanday yo'l tutganingizni biz bilan bo'lishing. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda keyingi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.